O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida, shuningdek, payshanba Yoshlar kuni doirasida O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida favqulodda vaziyatlarni oldini olish va yong'in xavfsizligini ta'minlash hamda kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish mavzusida respublika ilmiy-amaliy seminari bo'lib o'tdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi va akademiya rahbariyati, professor-o'qituvchilar, harbiy xizmatchilar, kursantlar, Toshkent shahar Uchtepa tumani hokimiyati, prokuraturasi va ichki ishlar organlarini muvofiqlashtirish bo'limi mas'ul rahbarlari, universitet rahbariyati, talaba yoshlar ishtirok etgan tadbir har tomonlama manfaatli bo'ldi. Tadbirimizning asosiy maqsadi tabiiy va texnologik xususiyatli favqulodda vaziyatlar tasniflarini tanishtirish, favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda oqibatlarni bartaraf etish, sodir bo'ladigan bo'lsa to'g'ri harakat qilishga o'rgatish. Respublika seminarida talaba yoshlarning huquqiy bilimlarini oshirish, favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish ko'nikmalarini shakllantirish hamda yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilish borasida tavsiyalar berildi. Shuningdek, bugungi kunda yoshlar o'rtasida kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish, ularni internet tarmog'ida uchrayotgan turli firibgarlik holatlari va axborot tahdidlaridan himoya qilish dolzarb masalalardan biri ekani ta'kidlab o'tildi. Raqamli kriminalistika tadqiqot instituti tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalar bu soha yo'nalishida raqamli gigiyena qoidalariga rioya etish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Aynan shu Telegram ijtimoiy tarmoqlar va Telegram messenjerida o'zini himoya qilish uchun maxsus sozlamalarni o'rnatish va bugungi kunda eng ko'p messenjerlarda tarqatilayotgan zararli dasturiy ta'minotlarni va phishing havolalarini aniqlash va ularga qarshi choralarni ko'rish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Kelgusida bu talabalarimiz mana shu tavsiyalarga amal qilgan holda bu turdagi jinoyatlarda qurboniga aylanmaydi. Tadbir doirasida yoshlar o'zlarini qiziqtirgan masalalar yuzasidan mutaxassislarga savollar bilan murojaat qilib, batafsil javoblar oldilar. Bu uchrashuv ishtirokchilarda katta taassurot qoldirishi barobarida o'g'il-qizlarning favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilishi hamda kiber xavfsizlikka oid bilimlarini yanada mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etishi bilan ham esda qolarli bo'ldi.